Assalomu alaykum qadrli Instagram kuzatuvchi insonlar, Bedana bozor kanalini obunachilar, endi bizni kuzatib turgan insonlar. Hozirda biz bedana go'shti bilan ham shug'ullanishni boshladik. Inshaalloh Xudo xolasa, ertaga 7-iyul kuni 500 dona bedana qog'ozlarni chaqirtirib qo'yganmiz. Nasib qilsa, ertaga kechki paytga bedana qog'ozlarimiz keladi. Bedana qog'ozlarimiz go'shtlarimiz donasiga bir donasini 5000 so'mdan, kilosini 55 ming so'mdan deyapmiz. Kelishuv asosida xohlasalar donaga, xohlasalar kiloga ham qilib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz endi boshlaganimiz uchun hozirda dastlabki xizmatlarimizni yo'lga qo'yganimiz yo'q. Yaqin hududlar bo'layotgan bo'lsa, qo'limizdan kelganicha imkon qadar yetkazib olib berishga harakat qilamiz. Uzoqroq joylar bo'layotgan bo'lsa, telefon qilsalarming, imkon qadar dastlabkani ham chiqarib olishga harakat qilamiz. Shopi nomerini beramiz. Go'sht chiqarib olamiz. Shopi bilan telefonlashib, o'zlaring bemalol dastlabki pulini berib olishlari mumkin. Uni ikki tomonlama kelishgan holatda qilamiz, xudo xolasa, nasib bo'lsa. Manzilimiz Farg'ona viloyati Furqat tuman Ingichkada joylashgan. Yana biz hozirda yangi loyiha ustida, ya'ni yangi loyiha emas bu, to'g'ri oshxona, do'kon, magazinlar bo'layotgan bo'lsa, shu bedana go'sht sotayotgan joylar bo'layotgan bo'lsa, oshxona joylar bo'layotgan bo'lsa, narxlarni bitta olganda 60 ta, 100 ta undan oshiq olayotgan bo'lsa, narxlarni chiroyli holatda qilib berishga harakat qilamiz. Kiloga qilsalar kiloga, donaga qilsalar donaga yetkazib berishga harakat qilamiz. Manzilimizni aytib o'tdik. Telefon qilasizlar, bemalol ekran past qismida telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz, telefon qilishlari mumkin. Ertaga Xudo xolasa bedana qog'ozlarimizni olgani, borgan joyimizdan video qilamiz. Keyin o'zimizni kategoriyamiz joylagan holatini ham videoga qo'yib chiqarishga harakat qilamiz. Nasib qilsa, Xudo xolasa, bizni kuzatuvgan insonlarga hammalariga o'zimizning rahmatimizni aytamiz. Shu videoni bitta like tugmasini bosib, tanishlarga jo'natib qo'yishni so'rab qolaman.